Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nın işğal qılınğan Şərq Türkistan'da yaqında ötküzgən atalmış terrorluqqa qarşı turuş birləşmə hərbi manevrini keskin turda ayıpladı. Xitayning Təşviqat Kani Yer şari xəbər to'rining 23 iyul kunidagi xəbərdə aytilishicha, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Şərq Türkistanda tunji bo'lib barliq a'zo davlatlar qatnashgan atalmış terrorluqqa qarshi turish manevri o'tkazgan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyasi seshanba kuni Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo davlatlarning aloqador organlari yaqinda Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida terrorluqqa qarshi turish birlashma manevri o'tkazdi. Bu Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo barliq davlatlarning aloqador organlaridagi kuchlarning tunji qitim naq maydon terrorluqqa qarshi birlashma manevrga qatnashishi hisoblandi dedi. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıda Xitay, Hindistan, İran, Qozog'iston, Qirg'iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston, mush oyning 5ida qo'shilgan Belorussiya bo'lib, jami 10 davlat bor. Markaziy televiziya stansiyasining xabariga qaraganda, manevrda terrorlik guruhlarini yo'qotish maxsus harakatini o'z ichiga olgan mashq kursi ta'sis qilingan. Doklad bilan e'lon qilingan suratlarda ko'rsatilishicha, askar va soqchi xodimlari avtomat, tapancha, to'polon qalqini bilan to'liq qurollangan bo'lib, ba'zilari bronnik va mashinalar, ba'zilari tikuchar aeroplan bilan qurollangan. Uçqusiz aeroplan va mashina odam ishlamo manevrga qatnashtirilgan. Xitoyning hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi, bexatarlik mutaxassisi Li Wei seshanba kuni Yer shari vaqt gazeti muxbiriga Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı ilgari bir qancha terrorluqqa qarshi turish manevri o'tkazgan. Barliq a'zo davlatlarni o'z ichiga olmagan. Eng yangi manevr Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo barliq davlatlarning terrorlik elib kelgan tahdidga qarta o'rtaq tunishi borligini aks ettirdi. O'rta, Janubiy va G'arbiy Osiyodagi har qaysi davlatlar har xil manbalarning terrorlik tahdidiga duch kelmoqda. Rossiya faqat martda Moskvada o'tkazilgan konsert zalidagi terrorlik hujumiga uchradi degan. U yana Xitoyning yoshirin terrorlik tahdidiga duch keladiganligini hamda terrorlik harakatlarining qaytadan bosh ko'targanligini, Sharqiy Janubiy Osiyo, Afrika, Yevropa va Amerika qit'asi qatorliq joylarda terrorlik hodislarining ko'rilganligini aytgan. Tahlilchilar terrorlik tahdidi hamisha boshqa davlatlarga yamrab, dunyoning har qaysi joylariga eqib kiradigan bo'lg'achqa, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nın eng yangi ko'lamlik manevri navbatdagi vaziyatda elib berilib, a'zo davlatlarning terrorlikqa qarshi turish harakatining iqtidori va o'zaro moslashganligini oshirdi degan. Sharq Turkiston surgunda hukumatli ijtimoiy axborot vositalarida buningga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi Sharq Turkiston surgunda hukumati Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'ning ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda yaqinda o'tkazgan atalmış terrorluqqa qarshi turish birlashma harbiy manevrini keskin turda ayıplaydi. Terrorluqqa qarshi turish nomida elib berilgan bu manevr Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi ishg'ol, mustamlika, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan davlat qo'llagan terrorizm, irqiy qirg'inchilik qilmishlarini qonunli qilishga ochiq-oshkora urinish qilmishidan iborat. Bu manevrlar qandaqdir terrorluqqa qarshi turish manevri bo'lmasdan, balki faqatla Xitoyning Sharq Turkistonni kontrol qilishini mustahkamlash qilmishidan iborat. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı Xitoyning kengaymichiligi, jahongirligining quroli. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıga a'zo davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini, qonunsiz ishg'oliyatini qo'llab qolmay, balki yana Xitoy jahongirligini qo'llaydi. Biz xalqaro jamiyatni Xitoyning bayonlarining saxtaligini bayqab, yurgizib kelayotgan vahshiylikni tunishga chaqiramiz. Bu xil tunish Xitoyning qilmishlaridan javobgarlikqa tortishga, Sharq Turkiston va uning xalqining huquqi va erkinlikka erishishini qo'llashga majbur qiladi dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Amerikani Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkiston davlatini e'tirof qilishga chaqirdi. Kuzatuvchi xabar to'rining 19 iyul kunidagi xabarda 7-oyning 3-haftasi Amerikada o'tkazilgan Asr davlatlar haftaligi faoliyatida Sharq Turkiston surgunda hukumatı Sharq Turkiston xalqining Xitoy hukumatining zulmiga bo'lgan andisini bildirdi. Davomlashayotgan ziyonkashliklarga qarshi kurash qilayotgan Amerikaning poytaxti Washingtonda qurilgan Sharq Turkiston surgunda hukumatı axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Amerika va dunyo jamoatini Sharq Turkiston xalqining tortib kelayotgan azob oqibatlarini eslashga chaqirdi. Axborotda Sharq Turkiston Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarining yurti bo'lib, Xitoy hukumatı sistemlik turda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir qilib, qattiq bostirdi deyildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor
Amerika hökuməti və Amerika parlamentiga ciddi çağırıq qılıb, Şərqi Türkistanni Xitay işğal qılıb alğan dövlət deb rəsmi etiraf qilishni talab qildi. Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti Amerika Kengash palatasıdan Uyğur məsələləri üçün alayda maslashtiruvchi bekitishni o'z ichiga olgan Uyğur siyosati qonunini ma'qullashni talab qildi. Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti ilgari Xi Jinping Uyğur irqiy qirg'inchiligiga bevosita mas'ul degan edi. Uyg'urlar til, madaniyat va diniy odatlarni yashashda cheklamaga uchraydi. Xitoy hokimiyati hatto masjid, maqbara va qabristonlar qatorliq diniy va madaniyat o'rinlarini vayron qildi. Hatto bu yil Uyg'urlarning haj faoliyatini chekladi. 6 oyning 24 kuni Salih Xudoyor ijtimoiy axborot supisi X'da Xitoyning qilmishlariga bo'lgan andisini bildirib, Xitoy Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning yana bir turi bo'lgan bolalarning a'zolarini ko'chirish markazi ochdi. Balalar 2014 yildan boshlab oilasidan majburiy ayirib etilib, majburiy yig'ib olish markazlariga qamaldi. Xitoy Uyg'ur a'zolarini yig'ib halol a'zo sifatida sotadi dedi. Kishilik huquq tashkilotlarining dokladida Xitoy Uyg'urlarni qayta tarbiyalash o'rni deb atab olgan lagerlarga qamagan. Martda Amerika Davlat Majlisi komitetidagi mutaxassislar kishini hayron qoldiradigan bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning a'zolari halol a'zo sifatida eng qimmat bahoda sotiladi dedi. Organ ko'chirish sanoati yiliga 1 milliard dollarga yaqin kirim qiladi. Uyg'urlar bu sohaning talabini qondirish uchun a'zolari uchun o'ldiriladi. Yoshirin i'ona qilguvchilarni aniqlash uchun Xitoy doiralari davolash sonliq ma'lumotlarini to'plagan va Uyg'urlar ustidan majburiy sinoq olib borgan. Kishilik huquq tashkilotlari, xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoyni insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan aybladi. Amerika, Angliya qatorliq davlatlar Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb tasvirladi. Egallanishicha, Xitoy tug'mas qilib etish qatorliq usullarni qo'llanish orqali Uyg'ur nupusini kontrol qilmoqchi bo'lyotdi. 1949 yildan burun ko'p sonliqni tashkil qilgan Uyg'urlar bugungi kunda atalmish Xinjiang nupusining 42%ni tashkil qiladi. Uyg'urlar Xinjiang degan ismni tonimaydigan bo'lib, davlatini Sharqi Turkiston deb ataydi. Uning Xitoydan mustaqil bo'lishi kerakligini o'tirib qo'yib, erkinlik va adolat talab qiladi. 1955 yildagi Sharqi Turkistonning Xinjiang degan nomga o'zgartirilishi Sharqi Turkistonliklarning huquqqa erishishni bostirishga urinishi deb qaraldi. Sharqi Turkistonning tabiiy boyliqlari mo'l bo'lib, Xitoydagi eng chong neft zapasiga ega. Xitoy doiralari Uyg'urlarni tahdid deb qaraydi va ularning diniy odatlarini chekidan oshgan deb tasvirlaydi. Şərqi Türkistan sürgündə hökuməti ictimai aloqa hisobida Xitoy Şərqi Türkistan və xalqını birləşdirib, Cunhua milletiga aylandırışni xohlaydi dedi. Xitoy bayonotida bu ayblashlarni asossiz va butunlay to'qilma deb rad qilib, islom radikalligini cheklash uchun atalmish Xinjiangdagi bostirishning zarur ekanligini o'tirg'a qo'ydi deyildi. Tajovuzchi Xitoy Şərqi Türkistonni gullangan, xalqini baxtlik, xotirjam to'nitish maqsadida shaytoniy vositalarni izchil qo'llanib, turli faoliyatlarni tashkillamoqda. Atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat tarmoqlari Xinjiang madaniyat sayohatchiligini ilgari surish bosh elchilari tizimligini e'lon qilgan. Tangirtog to'rining 26 iyun kunidagi xabarida aytilishicha, atalmish Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat tarmoqlari Xinjiang madaniyat sayohatchiligini ilgari surish bosh elchilari tizimligini e'lon qilgan. 30 dаңлıq şəxs atalmış Xinjiang madaniyat sayohatchiligini ilgari surish bosh elchisi degan nomga erishgan. Ular usulchi Dilnar Abdulla, naqshchi Dilbar Yunus, riyosatchi Nig'mat, davoz Adil Hoshur, artist Maryam, basketbol treneri Adiljon, naqshchi Farhod Xoliq, usulchi Gulmina Mammat, basketbol treneri va tanarkachi Shiralijon, o't o'chirguchi Idham Mahmud, naqshchi Shirinay, artist Xanqiz qatorliq dağlıq kino televiziya artistlari, naqshchilar, madaniyat cho'lponlari va to'r mutaxassislarini o'z ichiga oladi ekan. Ularning ko'pinchisi atalmish Xinjiangda ishlagan va yashagan ekan. Sharqi Turkiston sürgündə hökumətinin Cumhur Reisi Doktor Mehmet Minali Efendi 22 iyul günü ictimai axborot supisi X'da bununğa radiya berib, Xitoyning atalmish Xinjiangdagi mustamlikchi hokimiyatining yaqinda e'lon qilgan uqtirishida Xinjiang madaniyat sayohatchiligini ilgari surish bosh elchilari tizimligi oshkorlanib, 30 dаңlıq shaxsga sharaflik nom bergan.
Bu təşəbbüs sayaçilərə Uyğur irqi qırğınçılığını aqlashqa urinish bilan bir vaqtda eng rəhimsiz zo'ravonlikning qorong'u tarixiga ega rəhimsiz inson ovi ilib berilgan davlatga jalb qilishni maqsad qiladi. U yana irqiy qirg'inchilikning oxirlashganligi, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining tomchilagan qini tozalanganligi va o'rinlarning hozir ziyoratchilarga echib etilganligidek inchik uchur beradi. Baxtga qarshi bir qism Uyg'urlar o'z xalqiga qarshi ilib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilishga yordam berish orqali bu rag'batlantirishga qatnashishga majbur bo'ldi. Mayatda ular hayot qilish badaliga zolimlarga xizmat qiladi. Boshqalar Xitoyning bostirish nishoniga aylangan bo'lsa-mu, bu xil tashviqot faoliyatlarida sadoqatmanligi va foydasi uchun o'zlarini saqlab qolganlarga ichinishliq minnatdorligini bildirdi. Ko'rinarli Uyg'urlar usulchi Dilnar Abdulla, naqshchi Dilbar Yunus, televiziya riyosatchisi Nig'mat, davoz varisi Adil O'shur, basketbol mashg'uli Adiljon, naqshchi Farhod Xoliq qatorliqlar. Esingizda tuting, ular hech kimning o'ldirilmaydiganligini deyishga majbur bo'lg'achqa o'ldirilmaydi. Naqshchi Dilbar bu jihatda mustasno, u Finlandiya fuqarosi va qotillarining o'z xalqiga qaratgan jinoyatini yoshirishga yordam berish orqali erkinlikni qulluq bilan tegishadigan foydali ahmoq. Biz buni hargiz unutib qolmaymiz dedi. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirish va uni inkor qilish qilmishi hozir keng ko'lamda qo'sh yo'nalishlik ilib berilyotidi. Biri Sharq Turkistonni gullanayotgan sayohat rayoni deb tashviq qilishni hadab kuchaytirish. Yana biri chet eldagi bir turkumlarni keng ko'lamda vatanga berishga qiziqtirish orqali mazkur qirg'inchilikni inkor qilish. Bu qo'sh yo'nalishda eng aktiv harakat qildirayotgani va uning qirg'inchilikni o'zi inkor qilishga soldirilayotgani boshqalar emas, balki Uyg'urlardir. Qildirayotgani Xitoylardir. Buning ichida vatanda naqshchi Dilnar Abdulla, naqshchi Dilbar, davozchi Adil O'shur, televiziya riyosatchisi Nig'mat, naqshchi Farhod Xoliq va basketbol mashg'uli Adiljon qatorliqlar yaqinda kultur sayohat elchisi qilib tayinlangan bo'lsa, vatan sirtida vatanga turkum-turkumlab qaytayotgan, qaytib Xitoyga barliq masalasini topshirib tövbe qildirilayotgan, josuslik qilishga majburlanayotgan va chet elga chiqib Xitoyning tashviqotini qilayotgan necha yuzlagan Uyg'urlar bor. Vatandagi Uyg'urlarga majburlangan deyli, ammo vatan sirtidagi Uyg'urlarning Xitoyning bu tashviqotiga qatnashishini qat'iy qabul qilg'ili bo'lmaydi. Ya'ni chet eldagi Uyg'urlarning bu tashviqotida elayotgan roli eng qabih va eng yirginishlik. Ular millionlagan Uyg'urlarning qabrisiga aylangan Sharq Turkistonga dastlab ularning ro'yini qo'rindirmoqda, ularga nomussizlarcha sotqinlik qilmoqda va ularning qotillarini oqlashga xizmat qilmoqda. Urug' tuqqanlarini bir ko'rib olish va chet eldagi maishatlik hayotini bir ko'z-ko'z qilib olish uchun ular o'zlarining qotillarining chatirqidan o'mlab o'tishni sharaf deb bilmoqda. Dunyoda o'zining qarindoshlariga sotqinlik qilishning buningdan ortiq misoli bo'lmasa kerak. Dunyoda o'zining dushmanlariga bosh urishning buningdan nomusliq shakli bo'lmasa kerak. Dunyoda o'zining vijdonini setishning buningdan ortiq bir ta'biri bo'lmasa kerak. Bu Uyg'urlar tarixining eng sharmanda bitiga yozilg'usi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtimin A'lo apandining yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.